Adelaide Unitedning kutilmagan hujumi va Yan Ramseyning zarbasi mehmonlar hisobda oldinga chiqib olishdi. Vidoshich assistentlik qilgan edi. Ignatiy Nesterov to'pga tashlandi-yu, lekin darvozamizni goldan qutqara olmadi. Keyinchalik Lutfulla To'rayev raqib jarima maydonida ishonchli o'yin namoyish etdi. Viktor Karpenko to'pni jamoadoshiga juda qulay tarzda tashlab bergani tahsinga loyiq. Galekovich kech qoldi, 1-1. Ikkinchi taymda hozirgina maydonga tushgan Jeronimo Newman hujumni boshladi va o'zi nihoyasiga yetkazdi. Ignatiy Nesterov to'pni qaytarganda to'p darvoza chizig'ini kesib o'tib bo'lgan edi. Mehmonlar yana oldinga o'tib olishdi. Anvar G'ofurov darvozani goldan qutqarishga ulgurmadi. Mana bu yerda esa Alibobo Rahmatullayev, Anvarjon Soliyev va Akmal Shorahmedovning zarbasi Galekovichni dog'da qoldirgan holat. Eslatib o'taman, Akmal to'pni Aliboboga uzatgan, keyin mana bu yerda hujumchimiz to'p uchun kurashda faollik ko'rsatib Akmal Shorahmedovga to'p uzatgan, oqibatda darvoza ishg'ol qilinib hisob tenglashgan. To'p jarima maydoniga yetkazilishi Alibobo Rahmatullayev himoyachi bilan kurashda chaqqon harakat qilib bosh bilan zarba berishi va to'pning Galekovich qo'riqlayotgan darvoza to'ridan joy olishi. Futbolchilardan yana bir tibbiy yordamga muhtoj. Uchrashuv bosh hakamiga futbolchilarimiz maydon markazida yotgan cherigini ko'rsatyapti. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va uni toshkentliklar yo'lchilikdan o'yinga kiritishadi. Muhtaram tomoshabinlar, bugungi murosasiz bahsda biz chindan ham har ikkala jamoa g'alabaga intilganining shohidi bo'ldik. 4-hakam bosh hakamga murojaat qildi va bosh hakamning qarori Bunyodkor ustozi Mirjalol Qosimov jarima zaxira o'rindig'idan chetlashtirildi. Qo'shib berilgan bir emas, 2-daqiqa o'tib boryapti. Ikkinchi qo'shimcha taymga Jasur Hasanov to'pni hozir o'yinga yo'llaydi. Lutfulla To'rayev qilib tushdi, ammo o'yin to'xtatilmadi. Mana bu yerda Bowles to'p bilan oldinga o'tmoqchi bo'lgan edi. Avstraliyalik futbolchilar jarima zarbasini tepishlari kerakligini hakam ko'rsatyapti. Ikkinchi taymga qo'shilgan ikkinchi qo'shimcha taymga qo'shilgan 2-daqiqa tugadi. Siz eshityapsiz. Jar stadioni Bunyodkorning g'alabasini bayram qilyapti. Murosasiz kurashda qadrli futbol ixlosmandlari, O'zbekiston chempioni Osiyo Chempionlar Ligasi yarim finaliga yo'llanmani qo'lga kiritdi. 2012-yilgi Osiyo Chempionlar Ligasiga qur'a tashlanganida Bunyodkor yarim finalga yetib borishiga ishonganlar ochig'i juda kam edi. Bugun ana shu vazifa uddalandi, lekin ishtaha tanovul paytida keladi. Biz endi Bunyodkor yarim finalda munosib qatnashishidan umid qilib qolamiz. Bunyodkor yarim finalda kim bilan o'ynashi hali ma'lum emas, chunki Ulsan klubi Koreyada o'tgan bahsda Al Hilol bilan uchrashuvda 1-0 hisobida g'alaba qozongan. Alibobo Rahmatullayevning ko'z yoshlariga e'tibor qarating. Mana shu yosh yigit bugun Bunyodkorning ertangi kuni borligiga siz bizni ishontirdi. Bunyodkor tarixda 2-marotaba Osiyo Chempionlar Ligasi yarim finaliga yetib. Adelaide United Bunyodkorning final yo'lidagi to'sig'iga aylangan edi. Bunyodkor Adelaide Uniteddan bu safar o'tdi. Biz 24-oktyabr kuni
yarim finalning dastlabki uchrashuvida Toshkentda Bunyodkorga omad yor bo'lishini tilab, reportajimizga yakun yasaymiz. Xizmatingizda rejissyor Anvar O'rmonov, sharhlovchi Mirzahakim To'xtamirzayev va Sport kanalining katta ahil ijodiy jamoasi bo'ldi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana Oynai jahon orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.